Assalomu alaykum barchaga. Bugun sotuvga Honji HS5 mashinamiz keldi. Bu mashina 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 34 ming kilometr yurib o'tgan. Mana salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda, salonlari ham hech qanday aybi yo'q. Mashinani kraskalari ham radnoy. Hech joyida bir chiziq, boshqa ayb nuqsonni ko'rmadik. Toza mashina. Balonlarning holatlari ham mana yaxshi turibdi. Bir paytlar ancha qimmatga sotilgan mashinalar bo'lgan bu mashinalar. Hozir buni narxini 22,5 ming deyapmiz. 2022-yil 34 ming yurgan Honji HS5 degan mashina. Qiziqadiganlar 91lik 485 51 55 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Andijon shahrida turibdi bu mashina.